Bo'lingan tanga. Hikoya. Men idorada ishlardim. Odatda Nyu-York hayoti haqida kichik hikoyalar yozardim. Bir kuni har doimgidek o'z idoramda ish bilan mashg'ul bo'lib turganimda xonamga Trip kirib keldi. Men Tripning aniq qayerda ishlashini bilmasam-da, lekin uning juda ham kambag'al ekanligini bilardim. Tripning ko'rinishi juda nimjon, nosog'lom, yuzi esa dokadek oppoq edi. U mening oldimga qachon kelmasin, viski ichish uchun $1 so'rashini bilardim. Bu safar Trip avvalgilarga nisbatan ancha g'amgin ko'rindi. "Xo'sh, Trip, qalaysan? Ishlaring yaxshimi?" dedim men. $1 bormi, janob Chalmers? so'radi Trip. Sizga hikoyangiz uchun yaxshi bir g'oya kerakmi? Menda bir ajoyib g'oya bor. Bu sizga $1 yoki $2 ga tushadi xolos. Qanday hikoya ekan? Nima haqida? deya qiziqib so'radim men. Bir qiz haqida. Juda ham go'zal, sohibjamol bir qiz haqida. U 20 yildan beri kichkinagina bir qishloqda yashaydi. U hech qachon Nyu-York shahrini ko'rmagan ekan. Men uni ko'chada uchratib qoldim. Men ko'chani kesib o'tayotganimda u mendan George Brownni qayerdan topish mumkinligini so'radi. U fermadan boshqa hech qayerni ko'rmagan va kichkinagina qishloqdan kelganligini aytdi. Men Nyu-Yorkdek katta shaharda adashib qolishidan qo'rqib, u bilan suhbatlashishga qaror qildim. U menga kelasi haftada fermer yigitga turmushga chiqayotganligini, lekin hozir bir necha yil ilgari qishloqdan shaharga pul topish uchun jo'nab ketgan George Brownni izlab kelganligini ta'kidladi. Chunki George Brown qishloqqa qaytib bormagan. Biroq darvoqe uning ismi Ada fermer yigitga turmushga chiqishdan avval George Brownni topib, u bilan suhbatlashishni istaydi. Aftidan uning ko'nglida hali ham George Brownga nisbatan iliqlik borga o'xshaydi. Shuning uchun ham u Nyu-York shahriga kelgan. Men uning bitta o'zini yolg'iz tashlab qo'ya olmayman. U menga bor pulni ishlatib bo'lganligini va bundan keyin nima qilishini, qayerga borishini bila olmaganligini aytdi. Shuning uchun men uni pensionga olib borib, o'sha yerda qoldirdim. Uni ko'rgani men bilan birga borishingiz kerak. Nimalar deb aljarayapsan, Trip? dedim men. Men rostdan ham hikoya uchun yaxshi bir g'oyang bor deb o'ylabman. Unday demang, sizni ishontirib aytamanki, bu voqeadan ajoyib bir hikoya yaratsa bo'ladi, dedi Trip. Siz qiz va chin muhabbatni go'zal va maftunkor qilib tasvirlab, yaxshigina bir hikoya yozishingiz mumkin. Axir bu qo'lingizdan keladi-ku. Qolaversa, bu sizga faqatgina $4 ga tushadi xolos. Qanday qilib u menga $4 ga tushishi mumkin? deb so'radim men. Juda oddiy. $1 pensionning egasi uchun, javob qildi Trip. Va $2 qizning qaytib ketishi uchun, yo'l kirasi uchun. Shu xolos. $4-chi? so'radim men. $1 menga, javob berdi Trip. Viski uchun. Xo'sh, berasizmi? Garchi bu vaziyatda hech nima qilib bo'lmasa-da, men o'zimga Trip uchun $1 bermaslikka va'da berdim. Go'yo dunyodagi hech bir narsa meni bu qarorimdan qaytara olmasdi. Shundan so'ng, garchi jahlim chiqqan bo'lsa-da, men Tripga hamroh bo'ldim. Trip haq ekan. U qiz juda ham go'zal edi. Xonaga kirganimizda biz Adani kursida yig'lab o'tirgan holatda uchratdik. U menga hammasini aytib berdi. U George Brown haqida gapirar ekan, ko'zlaridan dur donalaridek shashqator yosh oqardi. Bu vaziyatda nima ham qila olardim? Axir men George Brown emasman. George va men, deya davom etdi u. Bir-birimizni juda sevardik. U 19 yoshida bundan 6 yil avval qishloqni tashlab Nyu-Yorkka pul topgani ketgan edi. U men uchun albatta qishloqqa qaytib kelishini aytgandi, lekin o'shandan beri men undan hech qanday xat-xabar olmadim. Biz ajrashgan o'sha paytda ikkimiz bitta tangani 2 bo'lakka bo'lib, bir bo'lagini men va ikkinchi bo'lagini u olgandi. Qo'limizda tanganing 2 qismini ushlab,
bir-birimizni hamisha sevish va sodiq bo'lishga ahdlashgan edik. Unga biror narsa bo'lganligiga ishongim kelmayapti. Men uni bu yerga izlab kelganim g'irt ahmoqliga. Men hech qachon Nyu-Yorkni bunchalik katta deb o'ylamagandim. Shundan so'ng biz ikkovimiz Ada bilan omadsiz Jorjni izlashni to'xtatib, uyiga qaytishi qanchalik muhim ekanligi xususida suhbatlashdik. Men pansion egasiga $1 to'ladim va shundan so'ng biz uchovimiz uni tark etdik. Biz Adani kuzatish uchun temir yo'l bekatiga keldik. Men Ada uchun chipta va qizil atirguldan guldasta sotib oldim. Biz u bilan xayrlashdik va u o'z qishlog'iga jo'nab ketdi. Trip odatdagiga nisbatan ancha g'amgin va baxtsiz ko'rinardi. Bu voqeani hikoya qilib yoza olasizmi? deb so'radi u mendan. Bu nima desam ekan? Kichkinagina bir sarguzashtda. Hech qiziqarli narsaning o'zi yo'q. Lekin biz Adaga yordam berdik. Kel, buni unutmaylik, dedim. Men Tripga viski ichish uchun pul berishni istamadim. Avtobus bekati tomon ketayotib, Trip o'zining parshonini yechdi va men u yerda arzongina bir kumush zanjirni ko'rdim. Nimadir zanjirda osilib turardi. Bu bo'lakka bo'lingan tanganing yarim qismi edi. Bu nima? dedim men unga hayrat bilan tikilib. Ha, deb javob qildi u. Mening haqiqiy ismim Jorj Braun. Lekin bundan nima foyda? Shundan so'ng men bir og'iz so'zsiz karmonimdan Tripning viskisi uchun $1 oldim-da uning qo'liga tutqazdim.